Asadbek mana qanaqa surayotganimni ko'rsatay mana. Asadbek mana qanaqa suryapti. Choklarini yamab chiqyapti. Hozir endi boshqacha variantini qilib ko'ramiz. Hozir bizga nima kerak mana? Qara Asadbek. Aktikisi oddiy qopqog'ini oldik. Chiqil qilib shakl qilib yasab olamiz. 90 gradus bittasi sal dumonroq, bittasi o'tkirroq bo'lishga qilib. Detal yasab olsa, keyin bu toshni artib olgan bo'lishi kerak. O zamaska qilmasindan oldin o'zi qonun qoidasi bo'yicha mana ushlabdiman. Mana uchini qiyshiq qilib kesib oldim-da, qara. Endi bu yo'lda to'g'ri qiynalishi mumkin mana. Quyasan mana. Quyasan-da. Keyin qara. Uyayindan keyin bitta sepib ol. Sepib oling-da. Keyin buni endi sidirib olasan. Tushundingmi? Endi tegini qara. Pon yopadi. Endi sen qara haligi qilgan joyingni-da bu, ha? Ashda mana shundoq qattiq qilaman, chiqib keladi jo'yon. Shunaqa qilsang yopiladi eshik. Faqat uchini kichkina qilib olish kerak-da buni. Bo'lmasa, atxot ko'p chiqib ketib qoladi.